Bolam, bu tillalar juda qimmat tillar. Siz arzon hisob olyapsiz. Opajon, boyagina tushuntirdim sizga hammasini. Mana bitta toshlari bor, toshlariga minus bo'ladi deb. Toshlari. Qarang, xo'p, boshqadan hisoblab bering, yana uni opa. Men shunda tinch bo'laman-da. Opa, shuning uchun tillarni qattiq oldingiz o'zi. Nima tinchlikmi sotyapsiz? Farzandim bor. Har yil tug'ilgan kunimda tilla sovg'a qilishadi. Men hamma mamlakatlarga borib kelganman. Bitta Maldiva qoldi, Armonda qolmay, endi qariganim. Maldivaga boraman deysiz? Bitta o'zingiz. Bitta o'zim. Tinchgina. Sayohat yaxshi ko'raman deysiz. Yaxshi ko'raman. Bir marta borsangiz har yil borgingiz keladi. Gap yo'q, opa. Biz ham xudo xolasa borib kelaylik shunaqa joylarga. Xo'p, qarang, 74 55 boy ham shunaqa chiqdi. Minus 1 qildim toshlariga. Boy ko'rdingiz, shuncha toshlari bor. Grammini bugungi kunda 585 provezi 890 ming olganmiz. Shunda 65 million 459 bo'ldi. 65 million 500 qilib berdim opajonim. Maza qilib dam olib keling. Yomon narx bermadim. Opa 65 million 500 yaxshi narx berdim, lekin yog'iga bizga ko'tarmaydi ozgincha. To'g'ri kelsa, pulni sanab beraman. Mayli, rozi bo'lib bering, mayli. Faqat rozi bo'ling opa. 65 million 500 ming so'm. Hozir pulni sanab beraman. Xo'p, opa, 30 million 60 million, 65 million hozir 500 ming so'm sanab beraman. Opa, 65 million 500 ming so'm. Sog' bo'ling, rozi bo'ling opajonim. Mazza qilib dam olib keling. Sog' bo'linglar. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling.